Assalomu alaykum. Dasturlarimiz davom etadi. Studiyamiz mehmoni Toshkent davlat yuridik universiteti o'qituvchisi, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi huzuridagi yoshlar parlamenti a'zosi Xurshid Botirov bo'ladilar. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Joriy yilning 11-12 noyabr kunlari Turkiyada Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashining navbatdagi sammiti bo'lib o'tmoqda. Unda prezidentimiz ham ishtirok etyapti. Dastlab ushbu nufuzli tadbirda ko'rib chiqiladigan masalalar haqida to'xtalib o'tsangiz, uning ahamiyati nimada? Mana hozirgi ayni vaqtda Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashi o'zining yangi bir bosqichiga ko'tarildi. Ushbu bosqichda endi mamlakatlar o'rtasidagi hamkorlik masalalari turli xil sohalarni qamrab olmoqda. Aynan Istanbul sammitida 8-sammitning nomlanishi ham bugun raqamli texnologiyalar davrida yashil texnologiyalar va aqlli shaharlar deb nomlangan bo'lsa-da, juda ko'p masalalarni o'z ichiga qamrab oladi. Va yana bir quvontiradigan jihati shuki, 2021-yil 31-martda prezidentimiz tomonidan tashabbus bilan taklif etilgan investitsiya jamg'armasiga ham asos solinishi kutilmoqda. Bundan tashqari Istanbul sammitida kuzatuvchi maqomi bilan Turkmanistonning ushbu kengashga a'zoligi kutilmoqda. Bundan tashqari juda ko'p masalalar bor. Xavfsizlik, tinchlik, iqtisodiyot, energetika va juda ko'p sohalarda ko'rib chiqiladigan, birga hamkorlikda hal etiladigan masalalarni davlat rahbarlari kengashida ko'rib chiqish maqsad qilingan va biz o'ylaymizki, ushbu ko'rib chiqiladigan masalalardan butun mintaqa ushbu kengashga a'zo davlatlarning fuqarolari, aholisi birdek manfaatdor bo'ladilar. Mazkur Turkiy tilli davlatlar kengashi haqida kengroq ma'lumot bering. Turkiy kengash 2009-yil 3-oktyabrda asos solingan. Hozirgi kunda 5 ta davlat a'zo: O'zbekiston, Turkiya, Qirg'iziston, Qozog'iston va Ozarbayjon ushbu kengash a'zolari hisoblanadi. Shuningdek, Vengriya kuzatuvchi maqomiga ega. Aynan Istanbul sammitida Turkmanistonning ham kuzatuvchi maqomiga ega a'zo sifatida kirishi kutilmoqda. Ushbu kengash huzurida bir qancha organlar faoliyat olib boradi. Turkiy kengashning oliy organi davlat rahbarlarining kengashi. Bu tashkilotning maqsad va vazifalari nimalardan iborat? Bu tashkilotning asosiy maqsad vazifalari ushbu davlatlar o'rtasida o'zaro ishonchli va mustahkam aloqalarni rivojlantirish, shuningdek iqtisodiyot, energetika, transport, savdo, ijtimoiy, gumanitar va boshqa sohalardagi hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqish. Bundan tashqari mintaqada xavfsizlik va tinchlikni ta'minlash hisoblanadi. Shu sababli davlat rahbarlari kengashidan tashqari ushbu tashkilot huzurida bugun Turkiy xalqlar madaniyat tashkiloti, Turkiy xalqlar madaniyat va merosi jamg'armasi, Turkiy akademiya faoliyat olib bormoqda. Bundan tashqari ishbilarmonlar kengashi va bir qancha tuzilmalar ham faoliyat olib boradi. Aynan Istanbul sammitida esa investitsiya jamg'armasining ham tashkil etilishi kutilmoqda. Ushbu jamg'armani tashkil etish davlatimiz rahbari tomonidan taklif etilgan edi va bu investitsiya kelgusida mintaqadagi kengashga a'zo davlatlarning tadbirkorlarini hamkorligini, ushbu davlatlardagi sanoatning kooperatsiyalashuvini va turli xil sohada bor bo'lgan muammolarni hal etishga imkoniyat beradi. Ushbu davlatlardagi investitsiyaning hajmini oshiradi. Shu sababli ham bu har bitta tuzilmaning kengash huzurida faoliyat olib borayotgan tuzilmaning alohida o'rni, ahamiyati bor. Umuman Turkiy tilli kengash davlatlari o'rtasida mana shu tashkil topgandan buyon xalqaro anjumanlar o'tkazib kelinmoqda. Bu borada esa mana kengashga a'zo davlatlar o'rtasida xalqaro hamkorlik ham keng tus olgan. Tuzilmani ayni paytdagi faoliyat haqida ma'lumot bering. Tuzilmaning faoliyati har yil o'tkaziladigan sammitlar orqali o'z faoliyatini muvofiqlashtirib boradi. O'zbekiston ushbu tashkilotga ilk bora 2019-yilda a'zo bo'lib kirdi va 2019-yil 15-oktyabrda davlatimiz rahbari Boku shahrida o'tkazilgan kengash sammitida ilk bora O'zbekiston nomidan qatnashdilar. Shundan beri O'zbekiston ham ushbu tuzilma faoliyatida juda faol tarzda ishtirok etib kelmoqda. Qanday amaliy natijalarga hissa qo'shmoqda desak, ushbu tuzilmaning faoliyati natijasida, ayniqsa 2020-yilda pandemiya sharoitida davlatlar o'rtasida tibbiyot sohasida, bir-birini ijtimoiy gumanitar qo'llab-quvvatlash uchun transport sohasida, ilmiy sohalarda juda ko'p tajribalar almashildi, juda ko'p imkoniyatlar yaratib berildi. O'sha chegaralarni yengillashtirish, kirish, o'sha transport masalalari va boshqa masalalarda ularning hamkorlik darajasi yangi bosqichga chiqdi. Sababi globallashuv sharoitida uni yangi bosqichga olib chiqish uchun avvalo mintaqaviy regional hamkorlikni ta'minlash kerak. Bu O'zbekiston uchun ham, uning qo'shnilari uchun ham birdek foydali. Sababi ahamiyatga ega. Birdek ahamiyatga ega. Sababi O'zbekiston uchun Yevropa bozoriga kirib borishda Ozarbayjon va Turkiyaning imkoniyati, infrastrukturasi qiziq bo'lsa, kerak bo'lsa, ular uchun Hindiston,
Xitoy, Pokiston kabi mamlakatlarga borishda O'zbekistonning ham birdek muhim ahamiyati bor. Shu sababli bugungi kunda tuzilma faoliyati bu sohadagi masalalarni muvofiqlashtirish, bu masalalarda muammolarni tezroq hal etish imkonini bermoqda. Sababi qaysidir muammo ko'tariladigan bo'lsa, shu davlat rahbarlarining yaqinligi, o'zaro munosabatlarning yangi bosqichga ko'tarilganligi sababli ishchi guruhlar tez tashkil etildi. Misol, transport vazirlarining ishchi guruhlari tashkil etildi. Sog'liqni saqlash bo'yicha ishchi guruhlar faoliyat olib bordi. Pandemiya sharoitida o'sha shtablar faoliyati umumlashtirildi. Ularning faoliyati monitoring qilindi, tajriba almashildi. Bu esa mintaqada, nafaqat bir mamlakatda, mintaqa darajasida pandemiyani jilovlash imkoniyatini yaratdi. Yoki bir mamlakatga ikkinchi bir mamlakatning tezroq o'z vaqtida yordam ko'rsatish imkoniyatini ham oshirdi. Albatta bu O'zbekistonning ham hissasi juda ham katta bo'ldi. Ushbu sammitda O'zbekiston tomonidan qanday taklif, tashabbuslar bildirildi? Uni ahamiyati nimalarda ko'rinadi? Shular haqida ham to'xtalib o'tsangiz. Har bitta sammitda davlatimiz rahbari tomonidan O'zbekiston manfaatlari, mintaqa manfaatlaridan kelib chiqqan holda juda ko'plab masalalarda yangi tashabbuslar, yangi g'oyalar o'rtaga tashlandi. Misol uchun, oxirgi sammitga to'xtalsak, 2021-yil 31-martda video anjuman orqali norasmiy sammit bo'lib o'tdi. Unda davlatimiz rahbari 6 ta tashabbus bilan fikrlarini, g'oyalarini o'rtaga tashladi va e'tiborli jihati barcha tashabbuslar qo'llab-quvvatlandi. Birinchi tashabbus bu Turkiy xalqlar nigohi 2040 strategiyasi doirasida iqtisodiy hamkorlik strategiyasini ishlab chiqish. Sababi bugun bir mamlakatning rivojlanishi bozor nuqtai nazaridan olib qarasak, uning qo'shnilari bilan hamkorligiga ham bog'liq. Shu sababli bu strategiya iqtisodiy strategiya ishlab chiqish taklif etildi. Bundan tashqari har bitta mamlakatni o'sha qo'llab-quvvatlash uchun, ularni bir xil darajada rivojlanishini ta'minlash, investitsiyalarni jalb qilish uchun investitsiya jamg'armasi va taraqqiyot bankini tashkil etish taklif etildi va mana biz bugun guvohi bo'lib turibmizki, Istanbul sammitida investitsiya jamg'armasi tashkil etilishi kutilmoqda. Uchinchi tashabbus bu logistika, turizm sohasidagi tashabbuslar. Sababi bizning tarixiy qadamjolarimiz, tarixiy merosimiz juda ham boy. Va to'rtinchi tashabbus ushbu tarixiy merosimizni o'rganish, uni tadqiq etish, dunyo hamjamiyatiga yetkazish hisoblanadi va Xiva shahrida Markaziy Osiyo Dunyo sivilizatsiyalari chorrahasida nomli xalqaro madaniy forum o'tkazildi. Ushbu forum doirasida ham juda ko'p olimlar, tadqiqotchilar, davlat arboblari ishtirok etishdi va biz Markaziy Osiyoning ham jahon o'sha taraqqiyotiga, sivilizatsiyasiga hissasini qay darajada buyuk ekanligini guvohi bo'ldik. Bundan tashqari prezidentimiz tomonidan aynan fan, adabiyot, san'at sohasidagi hamkorlikni rivojlantirish taklifi bildirilgan edi va xalqaro Alisher Navoiy nomidagi mukofot ta'sis etishi bildirildi va bu taklif ham qo'llab-quvvatlandi. Demak, ko'rishimiz mumkinki, ushbu tashkilot doirasidagi hamkorlik O'zbekiston manfaatlari uchun ham, mintaqa manfaatlari uchun ham juda katta hissa qo'shadi. Iqtisodiy tomondan, madaniy tomondan, ilmiy tomondan va boshqa qaysi sohani olib qaramang, bu mintaqaning xavfsizligi, tinchligini ta'minlashga, iqtisodiy o'sha sohalardagi yangi bir rivojlanishni bir boshlab berishga juda yaxshi turtki bo'lyapti. Sababi davlat rahbarlarining kengashlarini, yig'ilishlarini olib qarasak, kuzatadigan bo'lsak, ushbu masalalarni prezidentimiz ta'kidlaganidek, bitta mamlakat mustaqil o'zi hal qila olmaydi. Misol, buni pandemiya sharoitida ko'rdik. Barcha davlatlar xalqaro hamkorlikni rivojlantirish orqali, bir-biriga o'z vaqtida ko'mak berish orqali pandemiyadan muvaffaqiyatli o'ta oldik. Demak, bugungi sammit, Istanbulda bo'lib o'tadigan sammitda ham aniq ishonaman, O'zbekistonning yana yangi tashabbuslari o'rtaga tashlanadi va bu tashabbuslar mintaqamiz uchun, barcha turkiy tilli kengash a'zo mamlakat aholisi, fuqarolari uchun ham foydali va kerakli bo'ladi. So'nggi yillarda mamlakatimizda parlamentlararo munosabatlarni, aloqalarni yaxshilashga katta e'tibor qaratilyapti. Parlamentlararo aloqalarni mustahkamlash maqsadida 2008-yil 21-noyabrda Turkiy tilli davlatlar Kengashi parlament assambleyasi tashkil etildi va qarorgohi Baku shahrida qo'nim topdi. Keling shu haqida gaplashsak. Albatta, O'zbekiston bugun barcha o'sha sohalarda bo'lgani kabi parlamentlararo hamkorlik sohasida ham juda katta e'tibor qaratmoqda. Bugungi kunda misol uchun Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri o'rinbosari Akmal Saidov parlamentlararo ittifoqning prezidenti o'sha kotib o'rinbosari hisoblanadi. Bundan tashqari O'zbekiston parlamentlararo ittifoqda Turkiy
parlamentlar assambleyasi orqali ham o'zini g'oyalarini, taklif va tashabbuslarini o'rtaga tashlamoqda. Hozirgi kunda ushbu assambleyaning 4 ta komissiyasi faoliyat olib boradi. Bular turli xil sohalar: qonunchilik, xalqaro hamkorlik, ta'lim, madaniyat va shu kabi sohalarda parlamentlar aro aloqalarni rivojlantirishni ta'minlamoqda. Parlamentlar bu xalq vakillari, parlament a'zolari, deputat, senatorlar xalqning vakillari hisoblanadi. Ular o'rtasidagi hamkorlikning mustahkamlanishi esa qonunchilikni takomillashtirishga, millatlar o'rtasida ilgari mavjud bo'lgan muammolarni bartaraf etishga, to'siqlarni bartaraf etishga xizmat qiladi. Sababi har bitta kengashdan keyin qandaydir bir deklaratsiya qabul qilinadi, qandaydir bir shartnomalar qabul qilinadi. Ushbu shartnomalarda ilgari surilgan g'oyalardan faqat parlament emas, uni asosida unga ovoz bergan fuqarolar, saylovchilar ham birdek manfaatdor bo'ladi. Shu sababli O'zbekistonning mintaqaviy hamkorligi, global hamkorlikda qabul qilayotgan tashabbuslari bugun O'zbekistonni yangi bosqichga ko'tarmoqda. Shu sababli Turkiy tillar parlament assambleyasidagi faolligini ham albatta e'tirof etish maqsadga muvofiq bo'ladi. Kengashga a'zo davlatlar o'rtasida mana o'zingiz ham aytib o'tdingiz, parlamentlar aro munosabatlarga alohida e'tibor qaratilyapti. Bu borada qator tadbirlar tashkil etilyapti. Bu jarayonda O'zbekistonning ishtiroki qanday bo'lyapti? O'zbekiston barcha a'zo bo'lib kirgan kundan boshlab barcha o'sha sammitlarda faol tarzda ishtirok etib kelmoqda. Baku sammiti bo'ladimi? 2020-yilda video anjuman orqali o'tkazilgan sammitlar, 2021-yildagi Turkiston sammiti bo'ladimi? Har bir sammitda O'zbekiston ham o'zining tashabbusi, g'oyalari bilan qatnashib kelmoqda. Bu yil ushbu kengashga a'zolik Ozarbayjondan Turkiyaga o'tkaziladi va kelgusida albatta unga O'zbekiston ham mezbonlik qilishi kutilmoqda. Sababi O'zbekistonning ushbu kengash doirasida ham o'zining aytadigan so'zi, fikri, tashabbusi bor. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini olib qaraydigan bo'lsak, 17-moddasini O'zbekiston xalqining manfaatlarini ko'zlab, O'zbekiston xalqaro tashkilotlarga a'zo bo'lishi mumkin. Bunday huquqqa ega va xalqaro munosabatlarning to'liq huquqli subyektidir. Demak, ushbu prinsipdan kelib chiqadigan bo'lsak, O'zbekiston har bir tashkilot doirasida Shanxay hamkorlik tashkiloti, Mustaqil davlatlar hamdo'stligi, BMT yoki boshqa mintaqaviy tashkilotlar doirasida ham doim o'zining aytadigan so'zi bor, o'zining mustaqil pozitsiyasi bor. O'zining takliflari, tashabbuslari bor. O'zining taklif va tashabbuslari bor. Va bir jihati borki, O'zbekiston taklif va tashabbuslarni shunchaki o'rtaga tashlaydigan davlat emas. O'zbekiston ushbu taklif va tashabbuslarni aniq amalga oshirishni mexanizmini ham bera oladi. O'sha g'oyalarni amalga oshirish uchun qo'shni davlatlarga yordam berish imkoniyatiga ham ega. Aytishimiz kerakki, O'zbekiston ushbu mintaqada yetakchi bir ushbu tashkilot doirasida ham yetakchi bir a'zoga aylanib ulgurdi. Agarda ushbu tashkilot faoliyati yanada kengayadigan, yanada ular o'rtasida hamkorlik yangi bosqichga olib chiqiladigan bo'lsa, O'zbekiston ham, mintaqa davlatlari ham bundan birdek manfaatdor bo'ladi. Birdek bundan yangi bir imkoniyatlarni, yangi bir tashabbuslarni qo'lga kiritadi. Mintaqaviy darajada tashabbuslar ham kerak. Shu sababli Turkiy xalqlar madaniyati va merosi jamg'armasi bu sohada ko'plab yangi tashabbuslar bilan chiqmoqda. Bu misol uchun baxshichilik san'ati bo'ladimi, maqom san'ati bo'ladimi yoki sohada hali ko'p tarixiy qadamjolar bor. Prezidentimiz ham muqaddas qadamjolar bo'yicha alohida turizm konsepsiyasini ham taklif etgandilar. Ushbu tashabbusdan maqsad xalqlar o'z tarixini, madaniy merosini bilsin, uni dunyo hamjamiyatiga yetkazsin, asrab avaylasin degan maqsad ko'zlangan edi va bugun ushbu kengash doirasida faoliyat olib borayotgan jamg'arma ham ushbu g'oyalarni tatbiq etish, hayotga joriy etish uchun tashabbuslar, chora-tadbirlarni amalga oshirmoqda. Yaqindagina bo'lib o'tgan Xivada bo'lib o'tgan xalqaro madaniy forumda ham ushbu jamg'arma faol tarzda ishtirok etdi. U xorijiy mutaxassislarni jalb qilishda, ularni o'sha ilmiy ishlar bilan o'rganishda, o'sha xorijiy bizni tarixiy merosimizni ilmiy ishlar orqali tatbiq etish, tadqiq etishda ham o'zini hissasini qo'shib kelmoqda. Yaqin istiqbolda investitsiya jamg'armasi va taraqqiyot bankini tuzilishi rejalashtirilgan endilikda. Bu tuzilmalarning vazifalari haqida to'xtalib o'ting, u nimalardan iborat, nimalarni o'z ichiga qamrab oladi? Statistik ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda 160 milliondan ortiq turkiy tilli xalqlar bor. Agarda bu kengash a'zolarining
aholisi soni 160 milliondan ortiq. Lekin turkiy tillarda gaplashuvchi yana juda ko'plab xalqlar bor dunyoda, yer yuzida. Shularni hisobga oladigan bo'lsak, bu 200 milliondan ham oshadi. Ushbu xalqlarni merosini asrab avaylash, hamkorligini ta'minlash, madaniyatini misol uchun rivojlantirish uchun turli xil vakolatxonalar tashkil etilayotganligi albatta quvonarli holat. Ukrainada ham misol uchun turkiy tilda gaplashuvchi millatlar bor, diasporalar bor. Ularni bu sohadagi o'sha vakolatxonalarni tashkil etilishi ularni ham qo'llab-quvvatlash, ularga ham o'sha tarixiy merosini asrab avaylash, o'rtada hamkorlik rishtalarini rivojlantirish imkoniyatini beradi. Endi investitsiya jamg'armasi va taraqqiyot bankiga to'xtaladigan bo'lsak, bugungi kunda bu kabi tuzilmalar faoliyat olib bormoqda. Misol uchun Osiyo taraqqiyot banki, Islom taraqqiyot banki, ushbu banklar singari Turkiy kengash huzuridagi taraqqiyot banki ham investitsiyalarni jalb qilish, tadbirkorlikni rivojlantirish, bir davlatda bor imkoniyat resurslarni ikkinchi davlat bilan hamkorlikda yana yangi o'sha mahsulotlarini ishlab chiqarishga qaratish, sanoatni rivojlantirish uchun xizmat qiladi. Albatta bunda barcha davlatlar bu tashabbusni ham qo'llab-quvvatladi va o'ylaymanki, Istanbul sammitida investitsiya jamg'armasi, keyingi sammitlarda esa albatta taraqqiyot banki ham tashkil etiladi. O'zbekiston tomonidan bildirilgan har bir tashabbus tagida zaminida sababi chuqur o'ylangan strategiya, chuqur o'ylangan g'oyalar bor. Bu tashabbuslar O'zbekiston tomonidan bildirilgani bilan bizni kelgusida mintaqamizdagi barcha davlatlar bundan birdek foydalanishadi. O'zbekiston bilan ularning hamkorligi yoki a'zo davlatlarning hamkorligini yangi bosqichga olib chiqishga birdek rivojlanishiga xizmat qiladi. Bu rivojlanish mintaqamizni xavfsizligini, tinchligini, iqtisodiy farovonligini ta'minlashga ham hissa qo'shadi. Kengash faoliyati haqida so'z yuritar ekanmiz. 2 yil avval Toshkentda Ishbilarmon kengashi va turkiy tilli mamlakatlar ilk investitsion forumi tashkil etilgan edi. Ushbu forumda ham prezidentimiz tomonidan bir qancha taklif tashabbuslar bildirilgan edi. Tadbirkorlarni bir davlatdan ikkinchi davlatga kelishi uchun ularga startap o'sha g'oyalarni qo'llab-quvvatlash uchun texnoparklarni tashkil etish, venture jamg'armalari tashkil etish, investitsiya qilishi uchun boshqa turli xil to'siqlarni, qonunchilikdagi to'siqlarni, misol bojxona, soliq bilan bog'liq o'sha turli xil qonunchilikdagi to'siqlarni bartaraf etish, ulardagi o'sha imkoniyatlarni tenglashtirish bo'yicha takliflar bildirilgan edi. Bu albatta yaxshi. Sababi bir mamlakatda bor o'sha tadbirkorni ikkinchi mamlakatga kirib kelishi qancha osonlashsa, bu yangi ish o'rinlari yaratilishiga, yangi o'sha soliq tushumlarini ortishiga, bir mamlakat va ikkinchi mamlakat o'rtasida faqat quruq so'zda emas, amalda ham iqtisodiy hamkorlik rivojlanishiga, mamlakatlar o'rtasidagi do'stlik rishtasini mustahkamlanishiga hissa qo'shadi. Shu sababli bunday investitsion forumlardan keyin har safar yangi bitta ishlab chiqarish korxonalari tashkil etilmoqda, yangi texnoparklar faoliyat tashkil etilmoqda. Bizda ilgari mavjud bo'lmagan, misol uchun mahsulotlar ishlab chiqarilishiga start berilmoqda yoki bizning o'ziga xos bo'lgan, sifatli bo'lgan mahsulotlarimiz Yevropa bozoriga kirib borishiga yoki boshqa bozorlarni egallashiga imkoniyat yaratilmoqda. Shu sababli bunday iqtisodiy tomonlama ham o'tkaziladigan forumlar, turli xil bu kabi sammitlar albatta o'z samarasini beradi. Kengash faoliyatida O'zbekistonning o'rni haqida to'xtalib o'tsangiz. Kengash hozirgi kunda 5 ta a'zo davlatni o'z ichiga qamrab olgan. Har bir davlat o'zining fikriga, g'oyalariga ega. Lekin o'sha g'oyalarni amalga oshirishda, g'oyani berishdan tashqari uni amalga oshirish uchun muhim bir chora-tadbirlar kerak, strategiya kerak. Shu jihatdan O'zbekiston g'oyalar, takliflar, tashabbuslar bilan birga o'sha g'oyalarni amalga oshirish uchun yechimlarni ham berayotgan davlat sifatida ajralib turadi. Markaziy Osiyoni olib qaraydigan bo'lsak, O'zbekiston Markaziy Osiyoning qoq markazida joylashgan. Barcha o'sha turkiy tilda gaplashuvchi davlatlarni birlashtirib turadigan bir yetakchi mamlakat hisoblanadi. Ushbu kengash doirasida ham O'zbekiston bu mamlakatlar o'rtasidagi ikki tomonlama emas, ko'p tomonlama hamkorlikni rivojlantirishni strategiyasi bo'yicha o'zini tashabbuslariga ega, o'zini g'oyalariga ega va o'ylaymanki, bu O'zbekistonni va mintaqa davlatlarini, Turkiya, Ozarbayjonni ham hisoblasak, rivojlanishiga, hamkorligining oshishiga, bu undan xalqlarimiz ko'proq manfaatdor bo'lishiga xizmat qiladi. Sababi bu sammitlar pandemiya sharoitida bo'layotgan bo'lsa-da, ko'zlangan oxirgi pirovard maqsad
har bir o'sha davlatni aholisini rozi qilish, ularni ertangi kunini yaxshiroq qilish, ularni misol uchun mehnat migranti bo'ladimi yoki shu oddiy ishchi bo'ladimi yoki tadbirkor bo'ladimi, ular uchun qulay sharoitlar, imkoniyatlar yaratish. Sababi bir mamlakat bu ishlarni yolg'iz o'zi amalga oshirish imkonsiz. Regional mintaqaviy hamkorlikda esa bir mamlakatga ikkinchi mamlakat, uchinchi mamlakatning ko'magi, uning xayrixohligi albatta yordam beradi. Shu sababli O'zbekiston ham yetakchi davlat sifatida bugun qo'shni davlatlar uchun ham, mintaqadagi boshqa davlatlar uchun ham juda muhim o'sha strategik hamkor davlat hisoblanadi, strategik do'st hisoblanadi. Bu O'zbekiston uchun ham, ular uchun ham birdek foydali. Shu jihatni alohida e'tirof etish kerakki, mazkur kengash turkiy xalqlarning o'zaro muloqoti uchun qulay platforma vazifasini o'tab kelmoqda. Shunday emasmi? Albatta, bu platforma natijasida do'stlar, bizning hamkor mamlakatlarimiz, hamkor xalqlarimiz o'rtasidagi rishtalar oshib rivojlanib bormoqda. Mana bugun guvohi bo'lganimizdek, studiyada bizning muloqotimiz boshlanishidan oldin ko'rdikki, Istanbul shahrida o'sha turkiy tilli davlatlar, Turkiy kengashga a'zo davlatlarning kino festivali o'tkazilmoqda. Madaniy tadbirlar, turli xil madaniy festivallar tashkil etilmoqda. Bu faqatgina siyosiy o'sha sohadagi rahbarlarni uchrashuvi emas. Bu xalqlarni uchrashuvi, xalqlarni o'sha tillashuvi desak ham bo'ladi. Chunki u yerda yosh olimlar qatnashmoqda, yosh san'atkorlar qatnashmoqda, yosh tadbirkorlar qatnashmoqda. Bunda juda ko'p odamlar ishtirok etishi har o'sha platforma vazifasini bajarayotgan turkiy tilli kengashlarni o'sha tuzishdan ko'zlangan maqsad ham aynan shu edi. Albatta bu kengash uzoq yillar hamkorlikni ta'minlashda, hamkorlikni yangi bosqichga, o'sha 2040-yilgacha bo'lgan strategiyalar belgilanib ishlab chiqilgan. Bugun Istanbul sammitida ushbu strategiya ham tasdiqlanadi, qabul qilinadi. O'ylaymanki, kelgusida ham bundan katta tashabbuslar, g'oyalarni amalga oshirish uchun ushbu platforma yanada rivojlanadi, yanada o'zining vazifasini, mavqeini ham oshiradi. Xulosa qilib aytganda, ushbu kengashning iqtisodiy, siyosiy hamda madaniy muloqot sohalaridagi ko'rsatkichlar, erishilgan natijalar va uning mavqei xalqaro miqyosda oshib borayotganligidan dalolat beradi. Kelganingiz uchun, bergan ma'lumotlaringiz uchun rahmat. Eslatib o'tamiz, bizning bugungi suhbatdoshimiz Toshkent davlat yuridik universiteti o'qituvchisi, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi huzuridagi yoshlar parlamenti a'zosi Xurshid Botirov bo'ldilar. Dasturlarimiz davom etadi. Bizdan uzoqlashmang.